Assalomu alaykum. YouTube kanali kuzatuvchilari. Men Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangihayot qishlog'ida tug'ilganman. Akam Ne'matov Iqbol Azamovichni qidirib sizlarga murojaat bilan chiqdim. Akam 2011-yilda Rossiya davlatida ishlash uchun chiqib ketgan. 2011-yildan 2017-yilga qadar akam bilan telefon orqali gaplashib turdik. 2016-yilda ayam og'ir kasal bo'lib 2017-yilda olamdan o'tdi. Shu ayam olamdan o'tgandan keyin 2017-yildan boshlab akam telefon qilmay qo'ydi. Akam bizdan xafa bo'ldimi yoki ayam olamdan o'tganda yetib kela olmagani uchun o'zidan xafa bo'ldimi? Telefon qilmay qo'ydi. Mana 9 yil bo'ptiki akam bilan gaplashganimiz yo'q. Iltimos sizlardan akamni tasodifan ko'rib qolganlar yoki avvaldan taniganlar bo'lsa, bizga xabarini bersin. Sizlardan yordam so'rab chiqdim. Juda ko'p joyga bordim. 2018-yildan beri akamni qidiryapmiz singlim bilan birga. Juda ko'p joylarga murojaat qildim. Hech qanaqa bir yaxshi natija bo'lmadi. Ichki ishlarga murojaat qilgandim. Akangiz tirik, sog' salomat yuribdi. Faqat sizlarga telefon qilmayapti ekan xolos deb tekshirib shunaqa deb meni jo'natib yubordi qaytarib. Facebookga chiqdik, internetga tarqatdik yordam so'rab. Bir ayol o'sha akamni Rossiya davlatining Kotelnik shahrida Gavroviy ko'chasiga registratsiya qilinganini topib berdi. Shu yerdan qidiringlar dedi. Ayga borib qidirish uchun meni sharoitim yo'q. Akam hech qanaqa yomon ish qilmagan. Xafa bo'lgani uchun bizga aloqaga chiqmay qo'ygan. Akam yo'qolmagan, sog' salomat yurganiga ishonaman. Aka, navoda o'zingiz ko'rib turgan bo'lsangiz, meni iltimos bizga telefon qiling. Bizda xafa bo'lgan bo'lsangiz, bizni kechiring. Men boraman uyga degandingiz. Nimaga telefon qilmay qo'ydingiz? Sizdan iltimos. Bizga telefon qiling, gaplashaylik. Sizni juda sog'indik. Balkim qiynalib turgandirsiz, bilmayman sizni qanday ahvoldaligingizni, lekin sog' salomat yurganingizga ishonaman. Yaxshi odamlar, bizga yordam beringlar. Meni sharoitim yo'q Rossiyaga borib akamni qidirib topish uchun. Iltimos o'sha yerdagi hamyurtlarimiz sizlardan iltimos so'rayman. Akamni topishga yordam beringlar.